ey Robbim, agar meni dunyoga qaytarsang, yer yuzidagi hayotga qaytib keladigan bo'lsam, la'alli a'malu solihan fima taraktu fa as-saddaqa, dunyoga kelib men sadaqa qilgan bo'lardim, pullarimdan ehson qilgan bo'lardim deb aytar ekan. O'ylamaylikki, ba'zi paytda ko'proq ehson qilib qo'yapman. Ana masalan sherigimiz ehson qilmayapti. Men ehson qilyapman deb o'ylamaylik. Sherigimizni qabri boshqa. Bizning qabrimiz boshqa. Bizning kitobimiz boshqa, uni kitobi boshqa. Har bir odamning kitobi qiyomat kunida Alloh subhanahu va taolo iqro kitabak kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba degan oyatni tushirdi. Ey bandam, o'zingni hisob kitob qilib olishingga kifoya qiladigan, yetadigan qo'lingdagi kitobingni o'qi degan oyat bor ekan. Har bir insonning kitobi o'zini qo'lida. Hamma o'zini kitobini o'qiydi. Mana shu kitobiga ehson infoqni har bir